Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 2-may kunidan 5-maygacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Hamma tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumotimiz boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun bor yo'g'i ushbu videorolik ostidagi like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 12-7 daraja, kunduzi 2-may kuni 23-28 daraja bo'ladi. 3-5-may kunlari 30-35 darajagacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-may kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 3-5-may kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 2 va 5-may kunlari 15-20 daraja, 3-4-may kunlari 13-18 daraja, kunduzi 2-3-may kunlari 23-28 daraja bo'ladi. 4-5-may kunlari 27-32 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-4-may kunlari yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5-may kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 2-may kuni 15-20 daraja, 3-5-may kunlari 13-18 daraja, kunduzi 2-4-may kunlari 20-25 daraja, 5-may kuni 22-27 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-4-may kunlari yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5-may kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 2-may kuni 17-22 daraja, 3-5-may kunlari 14-19 daraja, kunduzi 2-3-may kunlari 24-29 daraja bo'ladi. 4-5-may kunlari 30-35 darajagacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 2-may kuni 15-20 daraja, 3-5-may kunlari 13-18 daraja, kunduzi 2-4-may kunlari 20-25 daraja, 5-may kuni 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 2-4-may kunlari 12-7 daraja, 5-may kuni 15-20 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun iltimos like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.